Hop, Namanganda Mingbuloqdan kelgan ekanmiz. Hop, hozir boshlaganimizga mana ikkinchi etapiga o'tdik. Ikkinchi etapiga o'tdik. Uje aprel boshida kelishgan edi. Hop, akamiz yuzida edi asosiy nimalari, oqdorlari. Mana hozir qaylarda edi yuzingizdagi? Mashida bor edi yong'oqda, mashida bor edi. Yuzdagilar deyarli bemalol ko'chadan maska bilan kelganlar. Maskasiz yuradigan darajaga kelibdi. Xudo xolasi endi qo'llardagilar sekin mana uje yo'qolyapti. Ancha ijobiy tarafga qarab, xudo xolasi hammasi yaxshi. Tuzuk. Endi organizmda qarang, ko'pchilik aytamizda, mana ichki organlarni sog'lomlashtirib borgan sari sekin dog'lar ham tushib boryapti. Ko'pchilik aytamiz, bir yoqilama lichina bo'lmaydi. Bu surtma tashqi tarafdan yo'qotishlik uchun. Yangi tochkalardan chiqish jarayoni bo'lmadimi hech qanaqa? Yo'q, umuman bo'lgan yo'q hozir. Ko'pchilikda mana muolajadan keyin yangi tochkalardan chiqish jarayoni deyarli bo'layotgani yo'q. Nimaga desa, organizmni tozalab qilgandan keyin organizm o'zini o'zi davolash funksiyasi oshadi. Shuni hisobidan ham yangi tochkadan chiqmaydi. Shuning uchun ichki organda sog'lomlashtirish shart.